Bundan 100 yil ilgari 1910-yili, ya'ni 4 yildan keyin 100 yil bo'ladi. 1910-yili bahor paytida Germaniyadagi fohishalar, bu fohishalarning boshlig'i Klara Zetkin degan ayol o'sha vaqtdagi Germaniya davlatining kansleriga fohishalarni to'plab turib, namoyish qilib, lozing ko'tarib chiqdi. Bizni hamma fohisha deydi, bizni hamma ermay deydi. Biz uchun bir kunda ajratib bergan, shu kunda biz bayram qilamiz dedi. Germaniya kansleri 8-mart kunini ayollar, fohisha ayollarni bayram kuni qilib berdi. Bu 1910-yil bo'ladi. Oradan 7 yil o'tib Rossiyada inqilob bo'ladi, revolyutsiya bo'ladi. Lenin g'alaba qilib, inqilob qilib chiqadi. Oradan 17-yildan keyin 12 yil o'tib 29-yilga borganda O'rta Osiyo davlatlari ham qo'shiladi Rossiyaga. SSSR degan davlat tashkil bo'ladi. Mana bu davlat tashkil bo'lishligi bilan kelgan siyosat kommunistik dinsizlar siyosati hukmronlik qiladi. Bu siyosatda erkaklar bilan ayollarning huquqi barobar deb konstitutsiya qabul qiladi. Ana ayollarning ham huquqini barobar qilib olinadi. Ayollarning huquqini barobar qilib olingandan keyin endi ayollar paranjida yurmasin, zavodga chiqib ishlatsin ularni. Fabrikalarda ishlashsin dedi. Endi zavodga borib kelish uchun, fabrikalarga uyidan chiqib borib kelishlik uchun tramvaylarda, avtobuslarda borib kelishlikka ularni paranjilari, chimmatlari xalaqit beradigan bo'ldi davlat uchun. Qarasa biz kommunistik davlat bo'lsak, erkak bilan ayolning huquqi bir bo'lsa, ana endi yerlardan hamzalarni chiqarishdi. Hamzalar chiqib 8-mart kuni ayollarning bayrami kuni, bu kunda bayram bo'ladi. Bunga mana bu paranji bilan chimmat xalaq kelyapti deb turib, ash kuni chiqib yoqtirishdi. Paranjilar yoqildi. Chimmatlar yoqildi. Ayollar ozod bo'ldi. Yuzlari ochildi. Ana she'rlar bitildi. Keldi ochilur chog'ing, o'zliging namoyon qil. Endi seni ochiladigan vaqting keldi. Endi hammaga yuzing qanaqa, ko'zing qanaqa, labing qanaqa, qomating qanaqa, endi o'zligingni namoyon qil. Ko'rsat o'zingni. Mana shunda majburan ayollarning uylaridan paranjilarini olib chiqib, yoqishib, ayollarni ochiq ko'chaga chiqarishlikda bir qancha mu'mina, muslima ayollar, hayoli ayollar ochilib hamma yo'g'imizni nomahram erkaklarga ko'rsatib, oxiratda jahannamda yongandan ko'ra mana shu dunyoda yonib ketaylik deb o'zlarini o'zlari o't qo'yib yuborgan ekan onalarimiz. Alloh rozi bo'lsin inshaalloh. İmanı zaif odamlar hali endi ayollar bilan birga avtobusda o'tiradigan, maktablarda 10 yil bir yigit, bir qiz aksariyat bo'lib, pioner bo'lib, ko'kragiga Leninni rasmini 5 yulduzli taqib o'tiradigan bo'ldi. 10 yil qizlarning hayotini maktabning o'zida, Sovet maktabida hayotining iymonini parchalar yo'q qilib, iymonsizlar, dinsizlar mamlakati, dinsizlar olami tashkil bo'ldi. Ana endi 8-mart kuniga ayollarni, qizlarni kiyintirib, chiroyli atirlarni septirib, ana endi o'yin kulgu qilib, erkaklar ayollariga bayramimiz bilan
deb ularni tabrik qiladigan bo'ldi. Bu degani aqidadan kelib chiqib yuzik ochilgani, dindagi Allohni hijob degan shar'iy hukmini buzgani muborak bo'lsin degani bo'ladi. Ayollar jamoatiga qo'shib, o'sha kuni ayollar bilan to'planib, bayram qilib, o'yin-kulgi qilib, siz bugun ozodsiz degani fohishaligingizga biz rozi degani bo'ladi. Fohishalar bayramini bu fohishalik bayrami bilan Clara Zetkin boshlagan buni birodarlar. Germaniyadagi 1910-yildagi fohishalar to'planib turib bizga bir kunda bayram qiladigan bayram bo'ladi. Qiyomat kunida kim xotinini o'sha Clara Zetkin fohishalari bilan birga turishligini xohlasa, xotinini, qizini, singlisini, qarindosh urug'ini bayram bilan tabriklasin. Kimda iymon bo'lsa agar yop yuzingni bu fohishalar kunida umuman bu kunda sen ko'rinmagin desin. Agar iymoni bo'lsa, hayosi bo'lsa. Endi aqidadan kelib chiqib, mana shu fohishalar kunini eslab, o'sha 1910-yildagi Clara Zetkin boshlagan fohishalar kunini eslab, ana shu kundagi ahvolni xotiniga, qiziga nisbat berib bayramingiz bilan deganlar uchun mana bu yerdagi oyatga qaytamiz edi. Iymonli muslima ayollarga ana shu haq so'zlarini keltirgan odamlar uchun mana bu dunyoda ham alamlik azob bor, oxiratda ham alamlik azob bor deyapti Alloh taolo.